Bismillahirrahmanirrahim. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan boshlayman. Assalomu alaykum kanalimning, Shariat olamidan kanalimning qatnashchilari, YouTube muxlislari. Sizlarga bugun Allohning ulug' kitobi Qur'oni Karimdan sharhlar Mufti Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning tafsirlaridan o'qib bermoqchiman. Marhamat, eshiting. Fosiq, mushrik mavolarning borar joyi do'zaxdir. Bu yerdan ular aslo chiqolmaslar. O'zlari yomon degan do'zax azobini tortqusidir. Izoh: kim fosiqlik qilsa, Alloh amridan chetlansa, joyi do'zaxdir. O'zlari yomon degan do'zaxga kiradi va u yerda u abadiy qoladi. Sajda surasi 20-oyat. U fosiqning oxiratining azobidan oldin bu dunyoda u fosiqqa qattiq azob beriladi. Shoyat kufrdan qaytsa deb. Sajda 21-oyat. Alloh oyatlari bilan pand nasihat qilgan uchun yuz o'girgan kimsadan Alloh oyatlaridan pand nasihat qilganda yuz o'girgan bandadan ham zolim kim bor deysiz? U jinoyatidan Alloh qattiq intiqom oladi. Musa alayhissalomning qissasi misoldir bundan. Sajda surasi 22-oyat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Alloh tomonidan vahiy kelgan oyatlarga ergashing deb aytiladi. Alloh bandasi qilgan amallardan ogohdir. Izoh: dunyoda ergashishga loyiq so'z u azaliy oddiygina so'z emas. Bu albatta Alloh amr qilgan ilohiy ta'limot kitobdir. Bu ilohiy ta'limotga ergashmaganlar o'zidan ko'rsin. Ahzob surasi 2-oyat. Alloh va o'z rasuliga tavakkul qilishga o'zi yetarli ekanini aytadi. O'zi saqlaydi. Izoh: barcha ishda faqat Allohga suyan. Undangina madad so'ra, taqvo qil, vahiyga ergash. Allohga suyan, kofirga aslo suyanma. Ahzob surasi 30-oyat. Mo'minlar kofirlar qilgan zulmga sabr qilib, yolg'iz Allohga tavakkul qilib yuradigan zotlar. Izoh: yaxshi amal qilgan bandasiga Alloh albatta oliy jannat ato etadi. Bu yerda esa abadiy qoladilar. Ostidan anharlar oqib turadi. Ankabut surasi 29-oyat. Bismillahirrahmanirrahim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqida rivoyatlardan hadislar, donalar bisatidan va xalq hayoti chog'idan o'tgan muborak o'gitlar. Devocha: insonda ikkita qanot bo'ladi, biri ota, biri ona. Boshda qayta ranjigan ko'ngil oxiriga borib hech narsaga e'tibor qilmay qo'yadi. Inson bir-biriga qayta sevgi izhor qiladi. Buni hech kim isbotlay olmaydi. Ota-onasini xafa qilgan bola jannatga kirmaydi. Jannatga kirish u yoqda tursin, hatto jannat hidini ham hidlamaydi. Ikki narsada amal qiladi inson. Dunyo oxirat yaxshiligiga erishasan shunda. Alloh yaxshi ko'rgan narsasini yomon ko'rsang-da yaxshi ko'rasan, Alloh yomon ko'rgan narsasini yaxshi ko'rsang-da yomon ko'rasan. Haqiqiy muhabbatda yakun bo'lmaydi. Arazgina bo'ladi-yu, qalblar bir-biridan voz kechmaydi osonlikda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deydi: duoyingiz ijobat bo'lishi uchun albatta astoydil chin dildan qiling. Bo'lmasa duoyingiz g'ofil bandadan duo qabul qilinmaydi deydi. Qilmaydi Alloh deydi. G'aflatda qolgan kimsalar ichida Allohni zikr qiluvchi kishilar xuddi qurigan daraxtlar ichida turgan yashil daraxtga o'xshaydi. Qalb qotishi juda yomon. Alloh zikridan g'ofil bo'ladi,
o'lim oxiratini unutib qo'yadi, ibodatda dankasalik qiladi. Bolalarda 5 xil xislat borki, agar shular ham kattalarda ham bo'lsa, ular albatta Alloh do'stlari bo'ladi. Yosh bola rizqni e'tibor bermaydi rizqqa, Allohdan shikoyat qilmaydi, ovqatni ko'pchilik bilan yeydi va ko'rsalar ko'zlaridan shosh-qotir yosh oqadi. Odamlarning jannatga kirishiga taqvo go'zallik sabab. Gapi ko'pning yolg'oni ko'p, moli ko'pning gunohi ko'p, xulqi yomonning azobi ko'p. Hech narsa so'ramagan ayol hamma narsaga qodirdir. Uydan ish yo katta savobga qoldiradi, yo katta gunohga. Sudxo'rlik Allohga qarshi rasmiy urushdir. Erkak koyishi sevgidir, rashki mardlikdir, qattiqqo'lligi xavotirdir, e'tibori sog'inchdir, sukuti esa g'azabdir. Hayotingda uchragan inson, yaxshi inson bu xotira, yomon esa tajriba. Mukammal inson esa doim o'rnak bo'ladi. Eng yomon soya qo'rquv, eng yomon soya qo'rquv, eng yomon xato ruhan tushkunlikka tushish. Qo'rqinchli odam yolg'onchidir. Qalb qaroligi esa hasaddandir. Umidingni yo'qotma, yuzda yashil ro'y beradi. Ibodat dunyoning oxiratga bag'ishlangan yaxshigina ehsonidir. Ibodat dunyoning oxiratga bag'ishlangan yaxshigina ehsonidir. Istig'for gunohni to'kadi. Alloh shukr ne'matini bersa, duo qilib yur. Shukr aytganingga ijobat bo'ladi. Tavba qil. Zinoni berkitgan, tavba qilgan qilgan gunoh uchun oxiratdan qo'rqqan kishilar albatta Qur'onni namozni o'qiganlar ular hammasi mo'minlardir. 3 holatda tavba qiladi inson. O'lim yetib kelganda tavba qiladi. Quyosh g'arbdan chiqqanda tavba qiladi va marhamatul kubrodan qochganda tavba qiladi. Katta meros tarbiya, katta kuch sabr, qiyin ish nafsni tiymoq, go'zal ish uzr so'ramoq, yana ham go'zal ish tabassum. Yana ham katta xazina ilm. Buyuk kuch iymon, e'tiqod, eng yaxshi ishonchli do'st esa Alloh. Erkakka mardlik kerak, boylik emas. Ayolga husnul xulq, vafos sevmoq uchun sabr kerak. Vujudga qaytma sog'lik kerak. Vujudga qomat emas, sog'lik kerak. Gapdonlik emas, so'zingda lo'nda bo'lsin, ma'no bo'lsin. Sirli bo'lay desang, doim rejangni birovga aytma. Namozni yo'qotsang, hamma narsani yo'qotasan. O'g'lini maqtab, to'g'rini qo'llaydigan zamon bo'ldi bu zamon. 4 narsa rizqni qiyadi. Tongdagi uyqu, nafl namozini o'qimaslik, dankasallik va xiyonat. Yo olim bo'l, yo talaba bo'l, yo ilmni sevuvchi bo'l, 4-inchisi bo'lma. Befarq. O'g'li borlar aytar, ota-onamni Makkaga olib boraman. Qizi borlar aytar, jannatga yetaklayman. Ikki odam bor. Biri qayga borsa, odamlarni baxtli qiladi, ikkinchisi qachon jo'nab ketsa, orqasidan odamlar baxtli bo'ladi. Ayol o'ziga aro bermasa, erkakning ko'ngli qoladi. G'azab kelganda og'ir bo'lsang, baxtni his qilmaganda ham o'zingni baxtli yaratsan, yig'lamoqchi bo'lganingda ham kulib tursan, demak bu sening juda ham kuchli odamligingni ko'rsatadi. Inson hayotini 2 ta narsa o'zgartiradi. Biri bemorlik, xastalik va ikkinchisi yolg'izlik. Inson go'zalligi yuzdir. Yuzning go'zalligi ko'zdir. Bu inson deguvchi tildagi so'zdir. O'ziga ishonchi yo'q odam yolg'on gapiradi, kam gapiruvchi o'zi ruhi kuchli bo'ladi. Baxtsiz odam ko'p uxlaydi.
Düşmanını mağlup için doyum kulübüyor. Düşmanla böyle. Köp kulügen adam içinde yalazlık var. Şimdi bugün yine Cazi Sayfaga nöbet geldi. Rivayet. İki dost var idi. Doyum birge yürerdi. Biri nanını kaldırmayı yer, ikincisi doyum nanını çara taşıp geçebilirdi. Günlerden bir gün nanını çara kaldırıp geçerken dostuna ağır kasal deyip haber geldi. Bu ortağını barıp gördü. Hakikaten dostunun ahvalı ağır idi. Bir gün bir ahval idi. Rızkın kıyılığını söyledi ortak, tamamından hatta suam etmeyaptı, depti. Dostum bir piyala çay keltirişini buyuruptu. Çöntekide az gına bileklengen nallarını çayga sarıptı ve bimarga beripti. Dostum şunu yiyince depti. Bimar baş tartıptı. Yok, zora ötmeyaptı. Dostu ise mecburla yediripti. Şu dağlık az yiyip bimar saraya başlattı. Ve sebebini hayratlanıp dostuna soraptı. Şunda dostu aytıptı ortağı. Çara yiyip ketken nallarını fakat daim yazıp yürerdim. O'sha nonlar sening rizqing edi. Choyga botirib yegan noning o'sha nonlar edi. Sen o'z rizqingni yeb shundan keyin tuzalding debdi. Inson uchun aziz bo'lgan non yetishtirish oson emas. 30 qo'ldan o'tar ekan to non bo'lib tayyorlanguncha. Alloh rizq qilib bergan nonni asraylik avaylaylik. Do'stlar deydilarki, nonni ushog'i ham non deb aytadilar. Yana bitta rivoyat. Bir savdogar yigit ancha molni tuyaga ortib, qo'shni davlatga ketayotganda otasi o'g'liga tayinlabdi. Bolam, mollarni chiroyli qilib taxla, hisob-kitobni to'g'ri qil debdi. O'zga mamlakatda yigitning ishlari zo'r yurishib ketibdi. Kundan kun mollar sonini ortib, ko'paytiribdi va narxini ham oshira boshlabdi. Bir vaqtlar bir mo'ysab kelib debdi. O'g'lim, insofi borning barakasi bor-da, bu ishlaring yaxshi emas. Debdi. Dimog'i ko'tarilgan boy yigit bunga e'tibor qilmabdi. Ko'za kunda emas, kunida sinar ekan. Bir kuni do'konni o'g'ri urib ketibdi. Qattiq afsus chekkan yigit esa, attan, chegara doirasidan o'tib ketdim-da deb o'kinibdi. Otasi ham bu gapni eshitib, men eng zarur maslahatni bermabman deb qayg'uribdi. Voy arkam. Bir adamni ko'chada 3-4 odam rosa do'pposlayotgan ekan. Haligi odam dod voy solib, voy arkam deb baqirarmish. Orqamga urmayapsiz-ku, ahmoq desalar, orqam suyanchig'im bo'lganda meni itday teplab urarmidilaring deb yig'labdi. Nafasi qisilib. Haligi odam. Azizlarim, shu bilan bugungi eshittirishimiz tugadi. Ta epizoda ko'rguncha omon bo'lmasa, sizlarga ma'qul bo'lsa men xursandman. Omon bo'ling.